Arab tilida 3 xil h mavjud. Misol uchun ha harfi, ha harfi hamda xo harfi. Bu mahrajlarni aniq ravshan chiqarmasak, so'zlarda ma'no buzilishiga olib keladi. Misol uchun ha harfiga misol. Ha harfi 4 xil ko'rinishga ega hamda unga misol so'z naharu. Naharu degani bu bepoyonlik, mo'l-kullik degani. Ana endi shu ha'ni biz haga o'zgartiramiz. Ya'ni naharu bo'lsa bu bo'g'izlamoq, so'ymoq ma'nosiga ketib qoladi. Ana endi ha'ni xoga o'zgartiramiz. Nahor bo'lsa bu buzilmoq, vayrona bo'lmoq, chirimoq degan ma'nolardan anglatadi. Qarang, 3 xil h, 3 xil ma'noni berdi. Naharu boshqa so'z, naharu boshqa so'z, nahoru boshqa so'z. Shuning uchun hurmatli o'quvchilar, har bir harfning o'zining sifatini chiqarishimiz kerak.